12-iyun, ya'ni eng uzun kunda yer o'qining quyoshga nisbatan og'ish burchagi necha gradusga teng bo'ladi? 23 mi? Taxminan 23 gradus, to'g'ri. 23.5 gradus. O'shanday so'zida qanday fonetik hodisa kuzatilgan? O'zi o'sha bo'lgan, undan keyin day qo'shilgan. Ortilishi. Tovush ortishi, to'g'ri ularga. Eng katta amfiteatr hisoblangan Kolizeyga qancha tomoshabin sig'gan? 50 mingtami? 50 mingta, to'g'ri ularga. Tabriklayman. Eng katta arxipelag qaysi materikda joylashgan? Shimoliy Amerikada. To'g'ri ularga. Har qanday aylana uzunligining diametriga nisbati nechaga teng hisoblanadi? 3 bo'lish kerak menimcha. 3 butun nechidir? 100dan 3 butun 100 bilmadim. 3.114. Qutb yulduzining ikkinchi nomi nima edi? Oltin qoziqmi? Oltin qoziq yulduzi, to'g'ri ularga. Atmosferadagi namning yangilanishi uchun necha kun kerak bo'ladi? 10 kun. 10 kun, to'g'ri. Bo'ldi, o'yin tugadi. Rahmat, teng aytdilaring.